Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Qaramog'idagilarni qarovsiz qoldirish kishining gunohkor bo'lishiga kifoya qiladi degan hadisni keltiriladi. Ya'ni qaramog'imizdagilarni qarovsiz qoldirishimiz. Bu nima degani? Qarovsiz qoldirish deganda faqat qarayapman, mana qornini to'ldiryapman, to'g'ziryapman, kiyimini olib beryapman, kiyintiryapman bolamni. Bo'ldi. Demak, men qarayapman degani emas. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu joydagi hadislardan murod, xulosa shuki, qarovsiz deganda tarbiyasiz deydilar ulamolar. Siz yedirdingiz, ichtirdingiz, kiyintirdingiz, bo'ldi. Shu bilan ishimiz bitdimi? Yo'q, ota-onaning shu bilan ishi bitmaydi. Uni siz nazorat qilishingiz kerak. Biz nazorat qilishimiz kerak. Nechiga maktabda boryapti, nechiga qaytyapti? Maktabda kimlar bilan yuribdi? Oliy o'quv dargohi bo'lsa, ularning atrofida, uni atrofida do'stlari kim? Kim bilan oldi-berdi qilyapti? Kim bilan yuryapti? Kim bilan qayerga ketyapti? Qarang. Mana bu nazorat. O'qishga kiritib qo'yishligimiz shu bilan bitta emas, vaholanki bir qancha odamlar bor, ota-onalar borki, farzandini o'qishga kiritgandan keyin farzandi buzilib ketganlar bir qancha, ming qancha bor. Ota-ona bu joyda xursand. O'g'lim, qizim o'qishga kirdi. Bo'ldi, men bajardim. Yelkamdagi barcha narsani bajardim, bo'ldi. U yog'i zo'r bo'ladi degani xato qilganini bugun siz va biz guvoh bo'lib turibmiz. O'qishga kirdi, bo'ldi degani emas, vaholanki uni qarovsiz qoldirmasligimiz, uni doimo nazorat qila bilmoqligimiz kerak. Bugun ko'cha atrofida to'g'ridan ko'ra egrilar ko'p. Buzadiganlar ko'p. Atrofimizda har qadamda buzadigan insonlar ko'p. Alloh panoh bersin. Mana bu narsaga siz biz bugun farzandimizni bu illatlardan, bu ishlardan, gunoh yo'liga qadam bosishlikdan qaytarmoqligimiz, nazoratimizga olmoqligimiz kerak.